Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bugun O'zbekistonimizda Alloh taolo shunaqa bir rahbarni, prezidentimizni bizlarga ravo ko'rganki, u kishi boshchiliklarida O'zbekistonimiz, Qoraqalpog'iston biror bir hududi e'tibordan chetda qolayotgani yo'q. Bu ham bo'lsa, hurmatli prezidentimizga shu taklifni kiritib, shunaqa bo'lgan ekan, buni loyihasi bor ekan, o'sha kunlardan beri hali bu ishlar boshlanmabdi desalar, hurmatli prezidentimiz ertadan boshlamoqda. Ko'rdingizmi? Bu xalqparvar, odamiylikni qadrlaydigan davlatimiz rahbarlari bilan misol bo'lsin, bunaqa xayrli ishlarga ko'p yillar bosh-bosh bo'lib turibsiz. Yakabon tumaniga kelib, siz tomonidan aylanganmiz. Yo'lga yaqinlashganimizdan keyin yo'llar juda bir ommabop bo'lishib qoldi. Ko'chalarimizdan keyin Rahmon, ana bu yoritgichlar zamonaviy. O'zidan bir yoshli o'rni olib, kechasi ko'chalarni o'tadigan yoritgichlar. Har qadamda haligi ba'zi bir chiqindilarni tashlaydigan qutilar, daraxtlar ekilganligi, asosiy mashina yuradigan yo'ldan ikki yonida piyodalar yuradi. Xonadonlarning oldi fayzi, tozaligi juda bir ajoyib. Ana yo'ldan kelayotganmiz, qasamxonalar aytdi. Bu joyda bo'lgan qonunchiliklarni ko'rib, prezidentimizni rahmatlar aytdi. Hozir O'zbekistonimizda 2148 ta masjid bor. Masjidlarning nomini qo'yamiz desak ham, albatta bir-biriga o'xshamasligi kerak-da. Yangi O'zbekiston degan masjid bormi? Agar hukumatlar masjid bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bunaqa nom bilan qo'yib bo'lmaydi. Boshqacharoq nom qo'yish kerak. Alhamdulillah, o'sha masjidlarning ichida yangi O'zbekiston degan masjidimiz yo'q. Kerak. Shu taklifimiz. Masjidimizga yangi O'zbekiston degan nom bersak, haqiqiy munosib bir nom bo'ladi. Alloh taolo hammamizga muborak qilsin.